Assalomu alaykum baland qadrdonlarim, sizlarni 22-iyul sanasida kanalimizda ko'rib turganimdan judayam baxtiyorman. Qadrdonlarim, iltimos qilamiz videomizni boshidan birdaniga like bosib, obuna bo'lib oxirigacha kuzatib boring. Aynan siz qidirayotgan texnika albatta bizning kanalimizdan topasiz. Qadrdonlarim, kimgadir reklama xizmatlari kerak bo'lsa, shunaqa texnikalar, sizning ham texnikangiz bor, reklama qildirmoqchisiz. Albatta mana bu ekraningizda ko'rib turgan yuqorida 99 766 70 50 qisqa telefon raqamlariga Telegramdan bog'lansangiz, albatta sizning ham texnikangizni reklama xizmatlaridan foydalansangiz bo'ladi demoqchiman. Xullas do'stlar, biz ishni boshladik. Qani bismillah deb Max 140 Pro 2005-yilda ishlab chiqarilgan sotuv holatda, texnika soz holatda narxiga keladigan bo'lsak 250 million so'm deyapti. Manzil Namangan Mingbuloq tumanida ekan. Qiziqqanlarga 94 bilan 153 14 10 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Albatta bekorga bezovta qilmagan holda realniy oluvchilar aloqaga chiqsanglar narxini kelishtirib beradi. Hozircha 250 million deyapti egasi albatta. Traktor Yumis 87-yil holati idealniy, motor korobka yaxshi. Manzili Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani. 95 kod bilan 011 74 00 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar, albatta egasi nomeri. Narxiga keladigan bo'lsak, akamiz narxini 5000 dollar deyapti. Aloqaga chiqsa yanada kelishtirib beriladi deyapti. Holatni ko'rishingiz mumkin. Old tarafdan, orqa taraflardan traktor zo'r holatda yurib turgan texnika, motor korobka yaxshi holatda, balonlari ham 70-80% zo'r holatda degan, orqa balonlar 90%, 100% gacha yangi bosilgan deb akamiz aytayapti. Quyida ko'rib turgan texnikamiz plyuk, hech qayeri dars ketmagan, aylanmalik omoch sotiladi. Manzil Uychi, narxi 40 million so'm. Qadrdonlarim, shu yerga yozib ketamiz. Uychi tumani qayerda joylashgan, albatta bitta pauza qilib izohlarda yozib ketamiz. Narxiga keladigan bo'lsak 40 million so'm faqat naqdga. Telefon raqamlari 94 kod bilan 158 22 23 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Faqat bekorga bezovta qilmagan holda mana shunaqa pul qidirib yurgan akalar, ya'ni oluvchilar aloqaga chiqsanglar narxini kelishtirib beradi akamiz. Va albatta holatini ko'rishingiz mumkin. Mana bu texnikani manzil Xorazm viloyatida ekan. Lazerli planirovka ekan. Xullas do'stlar, mana shunaqa texnikalardan qidirib yurgan akalarimiz bo'lsa, albatta tanishlaringiz bo'lsa, videoni havolasini tashlab qo'ying. Kanalimizga kirib ko'rib, obuna bo'lib kuzatib bor, mana shunaqa texnikalarni sotib olsa ajab emas. Xullas do'stlar, bu texnikamiz sotuv holatda, bahosi 86 million so'm kelishiladi. 97 513 41 51 qisqa telefon raqamlariga bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Faqat realniy oluvchilar aloqaga chiqaverasizlar. Narxi doimgidek 86 million so'm. Qadrdonlarim, Ahror aka degan akamiz albatta Tel100 bitta ajoyib texnikani ko'rsatib o'tgan, e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Albatta Farg'ona viloyati Furqat tumanida ekan. 2012-yil. Narxiga keladigan bo'lsak 11 ming dollar deyapti. Albatta men barcha ma'lumotlarni olib doimgidek Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Telegram kanal manzilini qidirayotganlarga kommentariyada havolasini qoldirib qo'yaman. Bitta ustiga bosib albatta Telegram kanalimizga o'tib olib kuzatib borsangiz, mana shu texnikani Telegram kanalining oxirgi postlariga joylab qo'ydim nomerlari bilan. Xullas, zil sotiladi. Yili 1984-yil. Holati Wenger Moss metan gazda qo'yilgan. O'zini ko'taruvchi samosvali Ural motor korobka hadovoy qilingan, muammosi yo'q. Narxi 10 ming kam bor albatta. Telefon raqamlari 91 105 19 65. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ekan. Albatta farg'onalik akalar bo'lsa, videomizga bir dona like bosib, kommentariyada "Uka, ishingga omad, kelgusida mana bunaqa texnikadan ko'rsatib yozib ketinglar. Albatta siz qidirayotgan texnikani men chiqarishga harakat qilaman." Quyidagi texnikamiz mana bunaqa Chimgan Safe Tourist Tour texnikalaridan va mini traktorlardan ko'rsatgin uka deb ko'pchilik kommentariyalarda, Telegram manzillarimizda, izohlarda qoldiribdi albatta. Mana talablarga binoan Chimgan Safe Tourist Tour sotuv holatda 2020-yil. Holati a'lo, radnoy holatda turibdi. Farg'ona Quvada ekan. Narxi 7800, albatta kami bor. 94 483 1500 qisqa telefon raqamlariga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Albatta narx kelishtirilgan holda beriladi. Va albatta do'stlar, mashina modeli zil so'raganlar uchun mana ajoyib holatdagi bitta zilni ko'rsatib o'tib ketaman. 138 pozitsiyasi. Xullas, samosval rangi rasmda ko'rib turganingizdek 1982-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglarni aytmasa ham bo'ladi. Ancha-muncha yurib qo'ygan, holat idealniy holatda turibdi. Xullas, benzin metanda yuradi. Narxi 5300. Telefon raqamlari 91 114 52 57. Manzil so'raganlarga albatta manzil doimgidek Farg'ona viloyatida ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, narxi kelishtirib beriladi. Va albatta meni e'tiboringizga yana bitta mini traktordan ko'rsatmoqchiman. Doimgidek ko'rib turganimiz Chimgan Tourist Tour texnika. Xullas do'stlar, men bunaqa ma'lumotlarni Telegram kanalimning oxirgi postlariga joylab qo'ydim. Albatta reaksiyalarni bosib, o'tib olib kuzatishingiz mumkin. Telegram kanal manzili qayerda deyotganlarga Telegram kanal manzilini kommentariyada va YouTube orqa fonda
qo'yib qo'ydim, obuna bo'lib kuzatib boringlar. Xullas do'stlar, buni narxi 5000, manzili Surxondaryoda ekan. Qiziqqanlarga ma'lumotlari bilan nomerlarni opsiyaniyada Telegram kanalimizning manzilini qoldirdim. O'sha yerdan o'tib olib kuzatsangiz, Telegram kanalimning oxirgi postlariga ham bu kombaynni ham ma'lumotlar bilan joylab qo'yaman. Xullas 2019-yilda ishlab chiqarilgan bu kombaynimiz radnoy holatda turibdi. Holati yaxshi, ishga tayyor ishlab yurgan texnika deb aytyapti akamiz. 97 336 36 97 qisqa telefon raqamlarini shunchaki qoldirib ketdim. Kimgadir ma'lumotlari qiziq bo'lsa, izohlarda omad so'zini yozib, izohlarda qoldirgan havola ustiga bosib, doimgidek Telegram kanalimizdan ko'rishingiz mumkin barcha ma'lumotlarni. Mana do'stlar, klass dominator kombaynni yana bitta ko'rsatib o'tib ketaman e'tiboringizga. Narxi $13,000 deyapti akamiz, kelishtirib beriladi. Pul zarurligi uchun sotilyapti. Oladiganlar tel qilsin, bekorga bezovta qilmagan holda deb 95 970 17 15 qisqa telefon raqamlarini akamiz qoldirib ketgan. Faqat realniy oluvchilar aloqaga chiqinglar, pul zarurligi uchun $13,000 ga beraveраman deb akamiz aytgan. Albatta buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Va men e'tiboringizga Dilnamoz 2026-yilda ishlab chiqarilganini ko'rsataman. Xullas, narxi 90 million, oz-moz kelishiladigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlar tushuntiriladi. Telefon 99 103 0092 99 588 97 00 qisqa telefon raqamlarini akamiz qoldirgan. Manzil Surxondaryo Sho'rchida ekan. Aloqaga chiqsanglar narxini kelishtirib beradi. 90 million so'm deyapti. Yangi holatda 2026-yilda ishlab chiqarilgan texnikamiz albatta. 0092 va 97 00 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlarim, KAMAZ so'raganlarga ajoyib holatda yurib turgan texnikamiz KAMAZni ko'rsataman. Quyidagi texnikamiz 1989-yilda ishlab chiqarilgan, probeglari ancha-munchagina yurib qo'ygan dizel. Albatta narxi $8,000 deyilyapti, kelishtirib beriladi. Manzil qiziqqanlarga manzil Toshkent shahrida ekan. 98 kod bilan 372 08 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar, akamizni telefon raqamlari ekan. Albatta mashina egasiniki. Mana salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda turgan texnika. Mansela 18 ga 280 samosval sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari 550 ming, yoqilg'i metan gaz. Holat yaxshi, ballonlari 90% ishlab turgan mashina. Narxi $25,000. 77 209 15 20 qisqa telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Manzil Andijon viloyati. Qadrdonlarim, mana shunaqa samosvallardan va havo kabi texnikalardan chiqarishimni ko'pchilik so'ragan ekan kommentariyada. Albatta mana e'tiboringizga chiqarib o'taman. Savdosi bor, albatta aloqaga chiqaverasizlar. Quyidagi texnikamiz rusumi qanday bilmadim. Menda ma'lumotlari juda ham kam, shu sababli bor ma'lumotni ko'rib ko'rsatib o'tib ketaman. Farg'onada ekan, doimgidek bu texnikamiz ham narxi $12,000. 91 670 40 72 qisqa telefon raqamlarini akamiz berib qo'ygan. Mana shu telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Kimgadir qiziq bo'lsa va kommentariyada yozib ketamiz. Bu qanaqa texnika, vazifasi nima bu? To'g'rirog'i ko'rinishdan uncha bilmadim nimaligini. Xullas do'stlar, mana bu texnikamiz Lev 300 XN brendiga tegishli xullas pakochigimiz. Holati a'lo darajada turibdi. Sotuv holatda akamiz hech qanday ma'lumotini YouTube ga qo'ymang, shunchaki Telegram kanalingizga qo'ying deganiga Telegram kanalining oxirgi postlariga shundoqqina qo'yib ketdim. Egasining telefon raqami, narxi, ma'lumotlar bilan qiziqqanlar o'tib olib kuzatib borsanglar bo'ladi. Mana shu pakochikda ham ma'lumotlarni turibdi. Yangi holatda turgan pakochik. Va e'tiboringizga Xmig brendiga tegishli yana bitta pakochikni ko'rsataman. Srochniy sotiladi. Pakochik 1.8 kubalik Xmig boshqaruv, Dishostik yili 2022, probegi 2950 motosoat. Holati yangidek, narxi 270 million so'm. Oxirgi narxi kami yo'q. Xorazm ballonlari 90% Xorazm viloyatida ekan. Variantga yo'q, barter yo'q, faqat naqdga. Telefon raqami 90 067 69 90. Qadrdonlarim, agar siz videoni shu yergacha tomosha qilib kelgan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Videomiz ham oxiriga yetib bormoqda. Hammaga omad. Shunchaki kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha kelgusida.